Xorazm viloyati Bog'ot tuman Oybek akamiz xonadonidan Asinkoy listda yasalgan 3 dona loft eshigini ustidan fiyat berganmiz. Eshigimiz kraskalar Turetski, dub alifon, mustahkam duga, nijoykalari qora. Oynalarimiz 2 qavatli stikla paket oynalar. Eshigimizning rom qismi 12 sm, eshikning kanali 9 sm, duh konteyner rezlar bilan ishlangan, orqa tarafi oq alifon, ichi betonli pena bilan to'ldirilgan. Eng asosiysi issiq, sovuq, shum o'tkazmaydi. O'zimiz ishlab chiqaruvchi, siz xohlagan shaklingizda yoki dizayningizda zamonaviy texnologiyalar yordamida yasab o'rnatib beramiz. Oybek akamizning eshik haqida fikrlarini eshitsak. Assalomu alaykum avvalambor yurtdoshlar. Yine Bektemir korxonasidan 3 tane eshik zakaz etganmiz. İşlerine gap yok, acayip. Yani açılıp yoğuşlar ham hammasi ko'ngildagi değil. Şu yurtumuza, halkımıza şu bundan ham yaxshi eshiklarni qurishlik nasib etsin sizlarga. Katta rahmat. Gap bo'lishi mumkin emas, tavsiya etaman. Rahmat katta xizmatlaringiz uchun. Razı olsun. Sizga ham katta rahmat bizlar tanlaganingizz uchun. Shu xonadonlarda yaxshi kunlar bo'lsin hamisha. Bektemir eshik korxonasi uyingiz uchun uzoq yillar davomida xizmat qilib beradigan eshik va darvozalar ishlab chiqaradi.